Isming nima? Robiya. R-O-B-I-Y-A. Robiya. Sen o'qishga kirasan, lekin o'qimaysan. Kontraktimni to'lamaymanmi? Kontrakt to'laysan. Diplom ololmaymanmi? Diplom olasan. Pul bersang aytaman. Boshqa pulim yo'q edi-da. Kerak emas, mayli, rahmat. Karantin sabab o'qishlar onlayn ko'chirildi. Shuni yetgan ekan. Kelishingni bilgandim. Rahmat. Robiya. Bu endi senga kerak emas. To'g'ri qilasiz. Erga tegamanmi, yo'qmi shuni bilgan keldim. Ergami? Aha. Erga tegasan. Mana. Lekin senda ikkita do'st chiqdi. Yolg'iz yashaysan. Yolg'iz? O'lib qoladimi? Yo'q. Ikkinchi xotini bo'ladimi? Pulini bersang, aytaman. O'zi siz meni fikrimni bo'lyapsiz. Kerak emas, boring. Ay qiz. Ey kelin kelin oy kelin, go'zallikka boy kelin, kulishlari yarashgan. Robiya, Voy, yaxshimisan? yaxshi keldingizmi? Xursandman. Rahmat. Kutmagandim to'g'risi. Qaramasang birga aytmoqchiman. Nima gap ekan? Ertalabga bilet topib qo'ydim. Qayerga ketmoqmizmi? Yo'q, qaraman, Rossiyaga ketyapman ertaga, ertalab. Manchi? To'yga xarajatlarim bor, qarz olib qo'yganman, shularni berishim kerak. Yo'q, bo'ldi, ketishim kerak, borishim kerak. Men yolg'iz qolmayman-ku. Mening yarim Maskovlarga ketdi. Sanginaga aytgandim, hali qaytasan deb. Ering ketdimi? Ha, ketdi. Rossiyaga. Ha, Pul bersang, aytaman. mana Sanginani ering sanga Anjirpeydan pul jo'natsa bo'ladi. Bu maslahat. Anjirpey? Xohlasang naqd olasan, xohlasang kartada. Zo'r. Anjirpey yuklab ol. Bo'ldi. O'tgan safar senga julet tushgandi, esingdami? Endi senga aytay. Sen bolalik bo'lasan, lekin bolang bilan yashamaysan. Nimaga? Yana pul bersang aytaman. Mana Sen ham Rossiyaga ishlagani ketasan-da.